Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Roligimizni eng og'riqli nuqtasidan boshlaymiz. 21 yanvar kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahrida joylashgan Turkiya elchixonasining oldida Shvetsiyadagi Stramkurs partiyasining lideri Rasmus Paludan muqaddas Qur'oni Karimni, to'g'rirog'i uning nusxasini yoqdi va bu iblisona harakatni amalga oshirayotib, maxluq sifat Rasmus Paludan o'z harakatini, agar uni shunday atash mumkin bo'lsa albatta, sababini izohladi. Unga ko'ra nima emish? Rasmus Paludan butun musulmon olamini muqaddas kitobi sanalmish Qur'oni Karimni yoqish orqali Turkiyani Shvetsiyani NATO tarkibiga kirishga to'sqinlik qilayotgani uchun noroziligini bildirgan emish. Rasmus Paludanning bu harakati shu joyda urg'u bergan holda eslatamiz. Shvetsiya hukumat tomonidan nazorat qilinib, iblis qazigan quduqdan suv ichgan Rasmus Paludan Qur'oni Karimni yoqayotganda uni Shvetsiya politsiyasi qo'riqlab turgan. Bu holatdan keyin hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, Shvetsiyada nafaqat Rasmus Paludan, balki butun hukumat deshaytanizatsiyaga muhtoj. Deshaytanizatsiya bu bilmaganlar uchun eslatma, shaytonlardan tozalash demakdir va bu atama 21-asrga, to'g'rirog'i Ramzan Qodirovga tegishli. Xullas, Shvetsiyada butun islom olamiga nisbatan shafqatsiz haqorat hisoblangan harakat amalga oshirilgandan so'ng birinchi bo'lib bu vahshiyona vaziyatga Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi raisining o'rinbosari muftiy Ravshan Abbosov keskin tanqidiy munosabat bildirdi. Uni jiddiy va o'rinli e'tiroziga ko'ra, Shvetsiya hukumatı zudlik bilan Rasmus Paludanni tegishli tartibga jazoga tortishi lozim va u ommaviy tarzda yer sayyorasidagi musulmon ahlidan uzr so'ramog'i shart. Shuningdek, Ravshan Abbosovga ko'ra, Shvetsiya hukumatı bu turdagi diniy kamsitishni amalga oshirishga imkon yaratib, xalqaro miqyosda diniy mojaroni boshlanishiga yo'l qo'ymoqda. Fojiaviy tomoni shundaki, Shvetsiya hukumatı o'z tarkibida bu kabi shaxslarni siyosiy partiyaga rahbar etib tayinlagan. Bundan xulosa qilish mumkinki, demokratiya desa osmonlarga chiqib o'z ko'ksiga urib, mana bizda demokratiya deydigan Shvetsiyani o'zida demokratiya yo'q va demokratiya to'g'risidagi qonunlarni hech biri u yoki bu dinni kamsitilishiga, uni haqorat qilinishiga yo'l qo'ymaydi. Shvetsiya o'zini bu harakati bilan Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasi raisining o'rinbosari muftiy Ravshan Abbosovni bildirishiga ko'ra, islamofobiya in qurgan davlat ekanini to'liq isbotladi. Endi Rasmus Paludanni islom olamiga nisbatan amalga oshirgan haqoratli harakatiga Ramzan Qodirovning munosabatini eshitamiz. Qodirovning o'zini Telegram kanalida yozishiga ko'ra, Rasmus Paludan bunday ishni ilgari ham bir necha bor qilgan, biroq har safar Shvetsiya hukumatı uni bu qilmishini oqlab, Rasmusga o'zini iblislarcha faoliyatini davom ettirishga ruxsat bergan va tabiiyki Qodirovga ko'ra bu safar ham Paludanga Shvetsiya hukumatı hech qanday chora qo'llamaydi. Ramzan Qodirovning xotimali va o'ntalik nuqtaga yetib boradigan gapiga ko'ra, endi Yevropa jahannamda yonishi aniq. Boisi Ukrainadan keyin deshaytanizatsiya jarayoni endi Shvetsiyada amalga oshirilishi mumkin va Shvetsiya Rasmus Paludanga o'xshaydiganlardan boshdan oyoq tozalanishi shart. Ramzan Qodirovga ko'ra, Shvetsiya 21 yanvar kuni musulmon Turkiya elchixonasining oldida Qur'oni Karimni yondirilishiga qarab turib, o'zini shaytonlar tomonidan boshqarilayotganini isbotlab berdi va Shvetsiya ham endi dunyo ko'z oldida Ukraina kabi yovuzlar boshqaruvida ekanini namoyon qildi. Ramzan Qodirovning o'z postini olovda yonasan Yevropa deya tugatganini aniq fakt o'rnida eslatib, navbatdagi xabarga yuzlanamiz. Wall Street Journal'ni, undan keyin esa qariyb barcha Qo'shma Shtatlar matbuot agentliklarini xabar qilishiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning Delaware shtatidagi uyidan federallar yana 6 ta yirik maxfiy hujjat topgan va endi Biden 2024-yilgi saylovlarda ishtirok etolmasligi mumkin. Bu esa Ukrainani yana 1 yildan keyin otasiz qolishini bildiradi. Ukrainani onasi Ursula esa Bidensiz hech narsa qila olmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.